soliq to'lovchining, soliq agentining yoki boshqa shaxsning Soliq kodeksida javobgarlik belgilangan g'ayriqonuniy aybli qilmishi, harakati yoki harakatsizligi soliqqa oid huquqbuzarlik deb e'tirof etiladi. Amaliyotda asosan soliq auditi natijasida Soliq kodeksining 223 va 224-moddalarida nazarda tutilgan huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Jumladan, soliq bazasini yashirish, kamaytirib ko'rsatish, yashirilgan, kamaytirib ko'rsatilgan soliq bazasi summasining 20% miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Soliq bazasini yashirish, kamaytirib ko'rsatish deb quyidagilar e'tirof etiladi. Tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilishdan olingan tushum summasini hisobga olish registrlarida aks ettirmaslik, yuklarni, tovar kuzatuv hujjatlarini rasmiylashtirmasdan yoxud soxta hujjatlar bo'yicha tashish, hisobda realizatsiya qilinmagan deb ko'rsatilgan tovarlarning omborda yoki realizatsiya qilish joyida mavjud emasligi, rasmiylashtirilmagan, kirim qilinmagan tovarlarni saqlash, ulardan foydalanish va realizatsiya qilish, tovarlarni, xizmatlarni realizatsiya qilinganligidan dalolat beruvchi hujjatlarni almashtirish, soxtalashtirish yoki yo'q qilish, qalbaki, birlamchi buxgalteriya hujjatlaridan foydalanish, nazorat kassa texnikasining fiskal xotirasi xizmati dasturiga noqonuniy ravishda o'zgartirish kiritish, foydalanilmagan moddiy xarajatlarni foydalanilgan deb ishlab chiqarish hisobotiga qo'shish, tovarlarni sotishdan, xizmatlarni ko'rsatishdan olingan tushumni hisobot davridan keyingi davrga o'tkazish, sotish hajmini va daromadni, foydani qasddan kamaytirish, moddiy yoqilg'i energetika resurslari xarajatlarini, limitini va amortizatsiya, ya'ni eskirish normasini sun'iy ravishda oshirish yoki normativlarni noto'g'ri qo'llash, ish beruvchi bilan mehnat munosabatlarida bo'lgan xodimning haqiqiy ish haqi summasi soliq hisobotida aks ettirilmaganligi, mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi xodimlarning soliq hisobotida aks ettirilmaganligi, realizatsiya qilingan tovarlar qiymatini hisob hujjatlarida haqiqatda realizatsiya qilingan qiymatidan pasaytirilgan narxlar bo'yicha aks ettirish, qazib olingan foydali qazilmalar hajmining soliq hisobotida to'liq aks ettirilmaganligi shular jumlasidandir. Soliqni yig'imni noto'g'ri hisoblab chiqarish yoki boshqa g'ayriqonuniy harakatlar, harakatsizlik natijasida soliq yig'im summasini to'lamaslik yoki to'liq to'lamaslik. Bunday qilmish to'lanmagan soliq summasining 20% miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.